Rossiyada kelgan muhojirlarning har uchinchisi birinchi urinishda imtihondan o'tolmayapti. Assalomu alaykum do'stlar. Ta'lim vazirligining ma'lumotiga ko'ra, har uchinchi fuqaro, chet el fuqarosi patent olish maqsadida topshiriladigan ekzamindan o'ta olmayapti. Shuningdek, bundan tashqari endilikda hozirda Gosdumaga taklif kiritilyapti. Ushbu taklifga ko'ra, endilikda ushbu qonunni yanada kuchaytirish va maxfiylik sifatida desa ham bo'ladi. Ekzaminlarning savollari, ya'ni imtihon savollari o'zgaradi va ushbu imtihon savollarining javoblari va imtihon savollarining o'zi ham internetda oshkora qilinmaydi. Buning uchun, misol uchun, hozirda mana test topshirish uchun, imtihondan o'tish uchun oldindan YouTube'dan yo bo'lmasam har xil saytlardan, maxsus platformalardan tayyorlanib, keyin imtihonga kirish imkoniyati bor edi. Endilikda Gosdumaning taklifiga ko'ra, Gosdumaga kiritilgan taklifga ko'ra, imtihon endi umuman hech kim tayyorlanmagan savollardan ham bo'lishi mumkin do'stlar. Nima deb o'ylaysizlar? Rossiyada o'zi shundoq ham yildan yilga chet el fuqarolarini ishlayotgani juda ham kamayib ketyapti. Shunga qaramasdan baribir ham Rossiya qonunlarini kuchaytirishda davom etyapti. Agarda mana shu imtihonlar yanada kuchaytirilsa, hozir har uchinchi chet el fuqarosi imtihondan birinchi urinishda o'tolmayapti va qayta topshiryapti. Kimlardir topshira olmasdan O'zbekistonga yo o'zining yurtiga qaytib ketyapti. Endi Gosdumaga kiritilgan taklif inobatga olinib, ushbu taklifga ko'ra qonunlar, savollar o'zgartirilsa va har doim o'zgartirib boriladigan bo'lsa va uning javoblari hech qayerda va savollari ham hech qayerda ochiqlanmasa, unda qanday bo'ladi Rossiyada? Muhojirlar soni 1-2 yil ichida keskin kamayib ketadi va ushbu qurilishda va dala xo'jalik maydonlarida ekin-tekinlarda ishlaydiganlar soni juda ham pasayib ketadi. Bu qonunlar bilmadim, balkim o'zgarish bo'lar. Mabodo migrantlar juda ham kamayib qolsa nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qo'yinglar qani fikrlaringizni. Shu darajada qonunni kuchaytirib, rus tilini imtihonni savollarini har safar o'zgartirib va javoblarini, savollarini hech qayerda internetda e'lon qilmasdan migrantlarni ushbu imtihon sinfxonalariga kiritish, menimcha, bu har ikkinchi odam o'tolmay qolsa kerak deb o'ylayman imtihondan endilikda. Nima deb o'ylaysizlar sizlar? Shu darajada qiyinlashib borishi sababi aytilmagan. Nima deydi? Katta shaharlarda rus tili kerakdir. Moskva, Peter, Leningrad, Krasnodar, Sochi shaharlarda. Lekin shunaqa shaharlar bor. Yujniy tarafda, Volgograd, Astraxan, Dog'iston, Chechen va hokazo shu taraflar, Kavkaz taraflarda ko'pchilik dala mehnatida teplitsa, pollarda ishlaydi va ushbu mehnatga kelayotgan chet el fuqarolariga rus tilini bilish, bilmaslik ahamiyati juda ham kam va ushbu qonunni o'zgartirish kiritgandan keyin qabul qilinsa, dala mahsulotlari, o'sha kartoshka, piyoz, poliz ekin mahsulotlariga talab pasaymaydi va ko'payib boradi, lekin ularni yetishtirish, ishlab chiqarish esa juda ham bir necha barobar ortga qolib ketadi va oqsoqlanib qoladi ushbu sohada yetishtirish mahsulotlari deb o'ylayman. Chunki rus polada ishlashga kelgan fuqarolar uchun o'zi kelishi taksida yo poyezdda o'zbek bilan keladi. Ish beruvchi, ish gaplashadigan ham o'zbek bo'ladi va bu yerda brigadirlik qiladigan, bu ishni qiladigan ish buyuruvchisi ham o'zbek bo'ladi. Ular nachalnigi o'sha yo koreys bo'ladi, yo arman, Ozarbayjon, Xitoy bo'ladi, yo rus bo'ladi. Rus bo'lgan taqdirda ham, arman bo'lgan taqdirda, koreys, Xitoy bo'lgan taqdirda ham baribir u hammaga buyruq bermaydi. Bir brigadirga buyruq beradi. Mana shu falon ishlarni qilib qo'yasan deydi. U brigadir esa qolgan ishchilarga o'zbekchasiga tushuntiradi. Xullas, hali bizlarning fuqarolarimizda ko'pchiligi ism familiya otchestvosini, ya'ni ismi sharifini, familiyasini umuman yozib bilmaydiganlari ko'p. Va bu ushbu insonlar hozirda ham dalada ishlayapti. Agar mana shu narsa kuchga kirsa, juda ham ahvol og'ir bo'ladi. Bir tarafdan o'sha O'zbekiston, Tojikistondan kelayotgan fuqarolarga ham, ikkinchi tarafdan Rossiyani
ishlab chiqarish, mana shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda ham judayam katta udor bo'ladi bu narsa. O'zi shundoq ham hozir mana Astraxanda iltimos qilinyapti. Imtihon migrantlarni 40% dan oshmasligi kerak. Umumiy ish kuchi migrantlar 40% oshmasligi kerak. Misol uchun, bir firmada yo bir ishxonada 100 kishi ishlasa, shuni 40 tadan ortiq bo'lmasligi kerak migrant. Qolgan 60 tasi местный xalq bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa cheklovlar tufayli fermerlar juda ham ko'plab shikoyatlar kiritilgandi va hali javobi chiqmadi, yo bo'lmasa biz o'qib qolmadik hali uni. Mana shu narsa endi butun Rossiya bo'ylab bo'ladi ushbu shikoyatlar. Chunki agar haqiqatdan ham imtihonlarda juda ham jiddiy o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa. Xullas, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mana shu yerda savolda, kommentariyada yozib qo'yinglar. Kim nima fikrda mana shu to'g'risida, imtihon to'g'risida? Va ushbu videoga albatta like tugmachasini bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar.